Mana yashil sportivkam qani? Uni yuvib qo'yganman, ish qilganda kiyasiz. Uyga mana bu yangi sportivkangizni kiying. Yangi narsa uyga kiysa bo'ladimi? Men faqat to'yga yangi narsa kiyadi uylagandim. Uylanishmas ekan-ku. Begim, spirgini qatga olib ketyapsiz. Hovlini supiraman. Voy, hovli supirish ayollarning ishi-ku. Bering, o'zim qilaman. Hovli supirish ayollar ishi ekan-ku. Nimaga mana shuncha paytgacha aldab kelishdi? Bunday umram. Begim, shuni shkaf tepasiga qo'yishga yordamlashib yuboring, iltimos. Hozir kelaman. Iltimos nima degan? Iltimos. Yekon narsam iltimos. Iltimos mana. Iltimos bu turk kuchuk yordam ber degan. Ha, bo'ldi, boraman. Shahboz, futbolga borasanmi? Bo'ldi, hozir narsalarimni olib chiqay. Mana hamma narsalaringizni tayyorlab qo'ydim. Sochig'ingizni ham solib qo'ydim ichiga. Sochiq nimaga kerak? Yuzingizni yuvganda artishga. Yuz artishga sochiq ixtiro qilinganmidi? Men shu paytgacha shamolga qurinib yurgandim-ku. Bo'pti, ishga ketdimman. To'xtang. Ha, Aleni приятный bo'ldingiz. hozir men yuragim yoriladi. 30 yildan beri endi odamligimni his qildim. Assalomu alaykum. Ana uylanib biza qo'shilmay qo'ydimi? Savunni qidiqiladi. Kampirni. Alo. Begim, siz ishda bo'lsangiz, men uyda bir o'zim zerikaman. Siz qanaqadir qo'rqaman. Vohliroq tugasin o'sha ishingiz. Qachon kelasiz? Keldim. Buncha tez? Bu raketa bilan keldim. Qani? Ketdik. Qamatimni siray, yorini yuzidan